Assalamu alaykum. Qanday olar yaxshimi? Men bugun bolalarım uchun misir parlaması, ya'ni qunaq to'ldirmoqchi. O'rtoqlashay dedim. Oldi bilan qazanimning o'tini ochdim. Normal holatda ochamiz. Bek kuchli qilmay. Normal holatda ochdim. Qazanimga yog' qo'yib, qazanimga yog'imni qo'ydim. Qazanimga yog'ni qo'yib bo'ldim. Endi men qunaqimni qo'yaman. Mana 1 stakan qunaqim bor. O'zinglarning nimasiga bog'liq zaten qanchalar qo'yganlar kelsa. Men 1,5 stakan shakar soldim. Agar tavoq yaxshi ko'rmaydiganlar uchun shakar solmay, qunaqni etildirib bo'lgandan keyin tuz bilan aralashtirib olsanglar bo'ldi. Men shakarni yaxshi ko'raman. Bolarim ham shunday, men shakarni qildim. Çörek hem yeşillik çıkıdı bu holatda. Holatda qo'yib, 1-2 tanesi etilishga boshlagan chog'da, anan keyin o'tni bo'shroq qilib, tovuqimizni yapamiz. Hozir mana shunda turib 1-2 etilsin, anan keyin biz tovuqni yapamiz. Mana ko'rdinglar, 1-2 etilishga boshladi. Endi men o'tni sal past qilib, o'tni tuvan qilib o'taman. Anan keyin tovuqimni yapaman. Bu holatda davom etiladi. Mana ko'rdinglar, bu holatda etilib o'tadi qunaqlarimiz. O'tni bek tuvan qilib o'tmanglar, kuyib ketadi. Bek ulug'ni qilib o'tmanglar, normal qilinglar. Hozir aytilayotgan holatda zaten puruqim shunchalik muzlik keldi burnimga. Ya'ni shakarlik vadalari bo'ldirmasa qunaq etadi, shunchalik muzlik bo'lib ketdi. Shuning uchun men shakarlik yaxshi ko'raman. Tuzliq yaxshi ko'rganlar tuz solmay, keyin etildirib bo'lib yog' bilan qunaqni tuzni aralashtirib olsanglar ham bo'ldi. Bir xaltaga to'kib qunaqni shu yerda tuz aralashtirib olsanglar bo'ldi. Ko'rdinglarmi, bu holatda etildi. Ben sizlerge kök üstü koyayım zaten içine az kaldı. Bana köydanlar bu holatda qunaqimiz çürük holatda etilib chiqdi. Biraz soğusun. Mana soğusun deb aldım. Bu qunaqlarimiz paxtakdan soğudu. Hakikaten boptu. Bana nispeten. Ama sizlerim öyle baldıranlarga hazır bulatma kesilmez gibi. Settin bir nesede pişmi o yaxşı dememes. Hem ballarım öyle zerkip kaldı. Öyle kıtlasanlar buludu. Şalette. Güzellik nime muşu. Başka. Eğer sizlerinin başka ötülde usullarına bulsa, men bilen ortaklaşsanlar buldu inşallah. Yorum kısmına yazıp koysanlar, men sinap bakımı.